hijobsiz yurish degan narsaga amal qilmas ekan. Men hijob kiymayman hech qachon. Hech qachon hijob kiymayman, lekin to'g'ri jannatga ketaman. Mana shu o'zida jannatli bo'lib yuribman-ku, shu olam o'zi men uchun jannat. Bu yerda jannatda yurgan odam u yoqqa ham to'g'ri jannatga boradi. Bu yerda hayotini do'zaxga aylantirgan odam jalka. Jalka просто. Hijobga keladigan bo'lsak, shaxsan men o'zim o'ylayman, o'zbek xalqi milliy kiyim kiyish kerak deb o'ylayman. Shaxsan men немножко patriotizm borda menda. Patriotizm degan qanaqa bo'ladi o'zbekchasidan? Men bu o'zini millatiga vafodor bo'ladi. Shunaqa menda ozgina patriotizm bor. Misol uchun o'zbek xalqi meni fikrim bo'yicha o'sha o'zini milliy atlas ko'ylak kiyish kerak. Qora atlas, yana qanaqa atlasda bo'lardi? Sariq atlas. Mana nastoящий o'zbekcha ko'ylaklarni kiyinglar. O'zbekcha ochiq sochi bo'lish kerak emas. Men o'zim tikuvchi bo'lganman, men o'zbekchani osib o'tganman. Mana bunaqa yopiq bo'ladi, yoqasi bo'ladi, tugmachalar qilardim. Momentan sborka qilib qo'yardim-da, bundoq keng bo'lib tushardi. Iqqatligingiz ham bilinmasdi, mezi prochim. Men 3 ta farzand tuqqanman, men iqqatligimni hech kim bilmasdi. Nima uchun? Men sizlarga o'xshab yopishtirib ana lasina bilan hozir jinnicha yuradi, hamma qornin mashinaqasiga chiqarib olib, bitta ham uyalmaysizlar. Uyatsizlar sizlar, aytib qo'yay sizlarga. Bizda esa uyat bo'lgan. Biz o'zbekcha ko'ylak kiyardik. Mana shu burmasini ko'p qilardim-da. Palonchi kelin raddomga ketibdi desa, mahalladagilar, iqqatmidi u ayol? Voy, iqqatmidi o'sha kelin? Va o'sha kelin iqqatmidi der ekan mahalladagilar. Bilmas ekan men iqqatligim. Nima uchun? Потому что bizda insof bo'lgan, bizda iymon bo'lgan-da. Bizda hijobimiz yo'q bizda, lekin bizda iymon bor, eng asosiy. Biz mana shunaqa o'zbekcha ko'ylaklar kiyardik lozimi bilan. Boshimizda ro'mol bo'lardi, mana shunaqa ro'mol. Ovqat qilayotganimizda, sigir sog'ayotganimizda soch tushib ketmasligi uchun mana shunday chiroyli haqiqiy o'zbek kelinlari bo'lardi. Hamma bizga havas qilardi. Masalan, sizlar kiyimlaringizga men havas qilmayman. Men uchun qo'rqinchli hijob. Qop-qora kiyib olasizlar ish yo'q. Unda qarayman-da, men qo'rqaman hijobdagilardan. Xafa bo'lish yo'q lekin. Haqiqatan qo'rqaman. Qo'rqinchli sizlar-ku. Qop-qora kiyib olasizlar. Er bo'lib qolgan odamga o'xshab. Arabni men tushunaman. Ularning milliy kiyimlari bu arabga. Ular ham eto kiygan sababi ana qum bo'lar ekan ularda. Makkaga borib keldim-ku. Rosa shamol bo'lganda o'sha hamma joyga qum kirib ketmasligi uchun ular mana shunday qop kiyib olar ekanda. Biz nimaga kiyib oldik? Hoy baraka topkir. Bizda qum yo'q, shamol yo'q. Osmonimiz ochiq, chiroyli O'zbekiston, pagoda zo'r. Jannat makonda yashaymizda, lekin